Assalomu alaykum, hormanglar yaxshimisizlar, charchayapsizlarmi? Bugungi videoda trade recap bo'ladi, ya'ni ikkita parada olgan pozitsiyamni ko'rsataman. Yevro bilan funtni umumiy $4077 daromad bo'lgan. Shuni rekapini qilmoqchiman. Xudo xolisa foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni oxirida sizlarga foydali trade jurnal taqdim qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. U jurnal nimaga kerak, nima foydasi bor, o'sha hammasini tushuntiraman xudo xolisa. Demak, unda boshladik. Birinchi bo'lib, men dollar indeksda daily time frame'da men bu sell saytni kutayotgan edim. Bunga bir nechta sabablar bor edi. Ulardan bittasi narx mana bu yerda market maker sell modeliga o'xshatib original consolidation qoldirib ketgan edi va mana bu yerda bozor mana bu harakatdan keyin market structure shift, ya'ni o'zini yo'nalishini o'zgartirdi deb o'yladim. Shunaqa taxmin qilgan holda men bu yerga imbalansdan ham yaxshi reaksiya olgan edi va mana bu yerda low risk sell bo'yicha model taqdim qilgan edi, ya'ni ICT ni OT modelini ko'rsanglar, shu OT ni bo'yicha tortsanglar mana 0.62 0.79 da bizda juda ham kuchli order block joylashgan edi. Shu order blockdan va fair value gapdan men pozitsiyalarni joylashtirdim to sell sidegacha. Lekin biz dollar indeksda savdo qilmaymiz, shuning uchun biz yevro bilan funtda ishladik. Yevro bilan funtda qanaqa ishlandi? Hop, yevroda original consolidation deb turib, mana bu joyini oldik. Sababi bu yoqda equal high, ya'ni ikkita high joylashib qolgan edi. Endi men savdoga 4 soatlikda kirganim sababli hop, mana birinchi pozitsiyam hozir aytaman nechidan bo'lgan. 1.76.50, ya'ni uje men bu pozitsiyaga juma kuni kirgan edim, mana bu yoqdan. Bu yoqdan kirganim sababi hozir sizlarga aytib o'taman. Narx mana bu yoqdagi fair value gapni selga hurmat qilmay, uni tepasida yopilib inversiya, ya'ni inversion fair value gap bo'lgani uchun shu yoqdan 76.50 dan kirib oldim. Juma kuni ushadim, xullas narx bezubitga qilmadim. Bu сделкani o'zi juma kuni ochgan bo'lsam, qachon? Payshanba bo'lsa, chorshanba kuni kechasi 1:30, ya'ni payshanba kuni bugun soat kechasi 1:30 da yopdim. 1:30-2 yaqin Trump bozorni dabdala qilyotdi. O'sha payt volatilность kuchayib ketdi. Okey, 76.50 dan boshlab buy side target qildim. Birinchisi 1.6 bo'ldi va mana bu yoqda meni yana pozitsiyam bor edi. Bu bo'lsa 79.71 dan. Bu yoqdan kirganim sababi buni stopi mana bu low tagida bo'ldi va bu ham buy side tomon edi. Bu yoqdan kirganim sababi shunchaki mana bu yoqdan boya dollar indeksda ICT ni OT sini tortdik. Bu yoqda men yevroga tortdim va mana bu yoqda fair value gapga ko'zinglar tushishi mumkin. Mana fair value gap sal qoraroq qo'ysam ko'rasizlar. Shu fair value gapdan entry bo'lgan bu yoqda. Hop. Shu bilan narximizni mana bu yoqlarda yengillik chiqdi 1 soatlikda. Mana men e'tibor bergan bo'lsanglar, narx bitta tepaga otganda men 80% fix qildim, oxirigacha tushamadim. Qolganini bezubitga qildim. Narx shu bilan ertasi kuni mana bu yoqda bezubitga qilib qo'ygan bo'lsam, shu bilan narx ertasi kuni chiqib qolgan 20% take profitda yopib berdi. Men lekin mana bu yoqda hozirga aytaman 89.22. Mana shu yoqda fix qildim. Qarasam funt buy side olib qo'yibdi, lekin yevro olmagan edi. Shu bilan shu pozitsiyamizdan chiqib ketdik. Hop, endi bo'lsa funtda nimaga savdoga kirganimni ko'rsataman. Funtda biza dailyda buy side chizib qo'yaman. Dailyda mana bu order block mavjud edi. Narx shu order blockda turganini ko'rishimiz mumkin.
Hop, narx bu order blokka turganda dollar indeksda ham qizil joyda turuvdi menga. Va men bu yoqdan mana bu imbalansdan savdoga kirdim. Va bu yoqdan ham shunchaki OT tortdim. 62-79 ichida imbalans bor edi. Men bo'lsa hozir sizlarga aytaman nechidan savdoga kirganimni. Skrinshotni ham qo'yib ketaman o'zi savdoga kirgan chiqqan joyimni. Hop, 1.29.078 dan kirgan ekanman. Demak, imbalansga kirib, bu yoqdan reaksiya otgan payt kirdim. Bu bo'lsa buy sidegacha ushlandi, take profitga chiqib ketdi. 1 ga 294, почти 1 ga 3 olib ketildi. Hop, skrinshotlarni ham qo'yib ketaman. MetaTrader'da kirgan chiqqan joyimni. Hop, yevroda qanaqa PDR bor edi senga buyga kirishingga deyishinglar o'tganlar uchun dailyda menga mana bu Fairway'larga 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, xullas necha martadir hurmat qilgan edi va dailyda mana bu order blokda turgan edi narx. Narx shu order blokda turganda men narx tepaga ketishini kutdim. Ya'ni dollar indeks bilan korrelyatsiya qilgan holatda. Shu bilan birga dailyda ham mapda ham to'g'ri order block breaker bor, lekin men model bo'yicha, ICT ni modeli bo'yicha kutdim oxirigacha, chunki ICT aytadi protsessga, ya'ni protsessga sodiq qolish kerak, ya'ni o'sha modelni oxirigacha kutish kerak. Shunaqa gaplar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar va trader o'rtog'inglarga videoni jo'natinglar. Xudo xolisa, trade jurnalni keyingi epizodda ko'rsataman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar, hammaga savdolarga omad. Agar shu YouTube'dagi kuzatuvchilarim orasidan tradingga jiddiy qaraydiganlar uchun men trade jurnal sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Bu The 5 Years Pro kompaniyasi tomonidan berilgan, o'zi dashbordda bo'ladi. Men uni chiqarib olganman. Shuni sizlarga taqdim qilmoqchiman. O'zi trade jurnal nimaga kerak? Agar siz o'zingiz modelingiz bo'lsa, o'zingiz strategiyangiz bo'lsa, mana shu jurnalga o'zingiz strategiyangizni kiritasiz, ya'ni mana bu strategiyangiz ismini hammasini to'ldirasiz, o'zingiz modelingizni hammasini to'ldirganingizdan keyin mana qachon tradingni to'xtatasan, bitta tepa olganimda yoki ikkita stop olganimda o'sha kun savdoni to'xtataman. Yana xullas hammasini to'ldirib chiqqaningizdan keyin mana bu yoqda eng qiziq joyi mana bu yerga o'zingiz qilgan zdelkalaringizni yozasiz masalan. Nimaga qildingiz, necha pul foyda qildingiz? Mana masalan men o'zim yozib qo'yganman mana bu yerda. $1879, $1046, $1526. Mana win. Mana bu yerga yozasiz hammasini to'ldirib. Shundan keyingina siz 50 ta yoki 100 ta zdelka qilganingizdan keyin tekshirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zi qanchasi ishlayapti, qancha foyda qilyapman, ya'ni o'zi meni strategiya modelim ishlayaptimi yo'qmi, o'shalarni bilib turib, xudo xolisi foydali bo'ladi. Ushbu trading jurnal, ya'ni trading plan kitobchasini olish uchun kommentda men admin nomerini qoldirib ketaman. O'sha adminga yozsanglar, admin sizlarga tashlab beradi. Shundan keyin bemalol ishlatib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishamiz.